أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, hurmatli opa-singillar, tajvid darslarimizni davom etamiz. Demak, bugun 6-darsimiz. Inshaalloh arab alifbosidagi barcha harflarni yakunlaymiz. Ushbu darsimizda demak shu paytgacha biz 24 ta harfni o'tdik. Mana bu harflarni ko'rib turibsiz. Demak, bular alif, ba, ta, sa, jim, ha, xo, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, po, vo, ayn, g'ayn, fa, qof, kaf, lam, mim harflari edi. Bugun inshaalloh qo'ldan kelgancha mana bu 4 ta harfni mahrajini o'rganamiz. Bular nun, ha, vav, ya harflari. Arab alifbosining 25-harfi mana nun harfini ko'rib turibsiz. Demak, nun harfi tanglay oldi tovush hisoblanadi. Bu tovushni talaffuz qilishda e'tibor bering. Avvalgi darsimizdagi mim kabi havo burnimizdan chiqadi. Ya'ni bu ikki harf mim hamda nun harflari sirg'aluvchi burun tovushlari hisoblanadi. Demak, talaffuzi o'zimizning o'zbek tilimizdagi n harfi bilan to'la mos tushadi. Mahrajiga e'tibor beramiz. Mahraji til uchining quyi qismi. Demak, tilimizning uchi tepa tanglayimizga tegadi hamda havo mana rasmni ko'rib turganingiz kabi burnimiz orqali chiqadi. Shu turda talaffuz qilinadi. Nun, nun yoki n deb talaffuz qilib ko'ramiz. Keyingi harf demak bu ha harfi. Demak, bu harfni talaffuz qilishda ko'pchilik biroz qiynaladi. Aslida buni hech qiyin joyi yo'q. Demak, e'tibor bering. Bu tovush jarangsiz, shovqinli, sirg'aluvchi undosh tovush hisoblanadi. Hamda buni agar mahrajiga e'tibor beradigan bo'lsak, demak, mana havo to'g'ri eng past o'pkamizdan chiqqan havo hech qanday to'siqqa uchramasdan to'g'ri bo'g'zimizdan chiqib ketadi. Ya'ni ha deb talaffuz qilinadi. Agar o'zimizning o'zbek tilimizdagi ba'zi so'zlardan misol qo'yadigan bo'lsak, masalan, havo yoki hazil so'zlarida mana shunday juda ham yumshoq ha harfi bor. Demak, bu harfni talaffuz qilishimizda barcha ovoz a'zolarimiz erkin holatda bo'ladi. Erkin holatda shuni talaffuz qilamiz. Ha deb hech qanaqa to'siqqa uchramaydi. Shu paytgacha biz juda ham o'xshash mana 3 ta harf o'tdik. Bular xo, ha hamda ha harflari. Demak, xo harfining talaffuzi juda ham oson, ya'ni buni ko'rib turibsiz, bo'g'zimizning eng yuqori qismida hosil bo'ladi bu harf hamda tomog'imizni xuddi aytganimiz kabi xuddi qirganday sezishimiz kerak. Ya'ni xo deb tomog'imiz qirib o'tadi. Keyingi harf bu ha harfi. Demak, ha deb talaffuz qilganimizda ham tomog'imizdan havo o'tganini sezamiz biz. Ha deb talaffuz qilib ko'ramiz. Lekin mana bugun o'tgan harfimiz ha. Ya'ni juda ham yumshoq talaffuz qilinadi. Bu harflarni mana o'ngdan chapga hozir o'qiymiz. Yaxshilab eshitib ko'ring. Demak, xo, ha. Xo, ha. Yana bir marta qaytaramiz. Xo, ha. Demak, tushunarli bo'ldi deb o'ylaymiz. Demak, talaffuz paytida, demak, oxirgi ha harfini talaffuz qilganimizda yumshoq tonli ko'tarilgan bo'ladi. Burun bo'shlig'i yopiq bo'ladi. Demak, tovush paychilari yaqinlashishi natijasida tirqish orqali havo tashqariga otilib chiqadi. Demak, nutq a'zolari erkin holatda bo'ladi. Demak, yana bir marta qaytaramiz. Ha harfi. Keyingi harf mana vav harfi. Bu harf o'zimizning o'zbek tilimizdagi va harfiga, ya'ni v harfiga biroz o'xshashroq. Yagona farqi bu harfni talaffuz qilishda xuddi bir v harfidan oldin u harfi bordek talaffuz qilamiz. Agar to'g'riroq aytadigan bo'lsak, masalan, va deb talaffuz qilsak, u bilan a harfi ketma-ket kelganda xuddi tez harakat, tez ikkalasini talaffuz qilsak, mana shu tovushni olamiz. Agar ingliz tilini biladigan birodarlarimiz bo'lsa, ingliz tilidagi w harfiga bu harfning talaffuzi, ya'ni tovushi w harfining tovushiga to'g'ri keladi. Ya'ni va deb talaffuz qiladi. Shuning uchun wow deb talaffuz qilsak to'g'riroq bo'ladi. Demak, mahraji mana ko'rib turibsiz, ikki lab orasi. Demak, bu harfga ko'p to'xtalmaymiz. Demak,
o'zbek tilimizdagi v harfi bilan bir xil, yagona farqi oldidan biroz xuddi u harfiga o'xshash tovush bor, ya'ni va deb talaffuz qilsak to'g'ri bo'ladi. Mana keyingi, ya'ni oxirgi harfimiz bugun o'tadigan bu ya harfi. Ya harfi o'rta tanglay sirg'aluvchi tovush hisoblanadi. O'zimizning o'zbek tilimizdagi y harfiga, ya'ni yo'lbarsdagi y harfiga talaffuzi to'la mos tushadi. Demak, mahrajiga mana aytaveramiz, til o'rtasi. Demak, mana biz bugun arab alifbosini barcha harflarini o'qib o'rgandik. Bugungi mana shu 4 ta harf bilan yakun yasadik alifboga. Demak, bu harflarni hozir 10 dan chapga qarab o'qiymiz. Na, ha, va, ya. Na, ha, va, ya deb o'qisak to'g'ri bo'ladi inshaalloh. Bizning yana bitta darsimiz qoldi. Birinchi bobni yakunlash uchun yana bitta dars o'tamiz. U darsimizda ba'zi harflarning bir-biridan farqlarini o'rganamiz va birinchi bobga ana shu oxirgi darsimizda yakun yasaymiz. Bugungi mana uy vazifalar. Demak, mana na harfi, keyingi mana va harfi hamda mana ha harfi. Mana yozilishiga e'tibor bering. Biroz boshqacharoq mana bu yerda. Bu yozma mana shunday ko'rinishda keladi ko'pincha. Ya'ni ha harfi avvalroq ko'rgan ko'rinishdan biroz farq qilishi mumkin. Demak, mana bu ham ha harfining yozilishi. Hamda oxirgi o'tgan harfimiz bugungi mana ya harfi. Bu yerda nuqtasiz kelgan ekan. Ya'ni buni deyarli katta farqi yo'q. Ki biz bu harfni ikkinchi bobda inshaalloh bu harflarni boshqa ko'rinishlarini o'tamiz. Ya'ni so'z o'rtasida, so'z oxirida kelishda o'tamiz. Ana shunda bu nuqtasini qo'yib yoziladi. Hozir umumiy ko'rinishda nuqtasiz yozilgan, demak, ya harfi. Demak, bugungi darsimizga shu yerda yakun yasaymiz. Darslarimizni hamda uy vazifalarini avval eslatib o'tganimiz kabi islomolam.com, islomdini.info, forum.ziyouz.com hamda youtube.com sahifalardan yuklab olishingiz mumkin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.